Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun 12-iyun 2025-yil o'zimiz Oltiariq tumanidamiz. Qapchaq qishlog'ida 4 gektarlik bog', yarmidan ko'prog'iga saman ekilgan, yarmidan ko'prog'iga bo'rarlar sort ekilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana hozir bo'lyapti. Mana hosillarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana 2-yilda o'zi shuncha meva. Yaxshi qaragan. Hosillari mana yeyilyapti, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana terim jarayoni davom etyapti. Mana dehqonimizni xirmoniga baraka tilab qolamiz. Mana bu ko'kyoqlik jarayonlari mana baklar qo'yishib, juda chiroyli chiqyapti, ko'z tegmasin. Ko'rishlaringiz mumkin. Chap tomonimizda samanta bor. Samanta 2-3 kun bo'ldi terilganiga. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Yo'llar qo'shib davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.